Qadrli do'stlar, San'at saroyida, San'at saroyining to'g'risida San'at saroyidan o'tgandan keyin 5 qavatli uyimizni korobka holatida mana sotuvga chiqyapti uylar. Hozir ichkaridan kirib obzorni qilib beramiz korobka holatda. Qadrli do'stlar, mana hozir ikkinchi qavatdamiz. Ikkinchi qavatda mana liftlar ham bo'lgan. Tayyor holatda. Hozir 90 kvadratlik ko'rib chiqamiz. Asosiy eshikdan mana kirganimizda korobka holatda elektr montajlar bo'lgan. Kirganimizda mana katta prixoshka. Kanalizatsiya montajlari bo'lgan. Hozir bitta xona. Bu hozir 90 kvadratlik ko'ryapmiz. 65, 72, 90 kvadratga kelgan. Elektr montajlar bo'lgan tayyor holatda. Mana oshxonasi. Oshxona ham yaxshi skvoznoy qilingan. Kattalar yotoqxonasi ekan. Suv montajlari ham bo'lgan. Gaz, suv, svet bor. Xo'p, do'stlar, kimga agar qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Egalari tomonidan 8,5 million baholashyapti har bir kvadratiga. Kelishtiradigan xonasi bor ekan. Chiroyli narxda qilib olib berishga harakat qilamiz. Lokatsiyasi ham juda yaxshi joyda. Shundakkina San'at saroyi to'g'risi. Hop, 2-chi, 3-chi, 4-chi qavatlarda xonadonlar bor sotuvga tayyor. Birinchi qavatimiz podvali bilan noturar. Hattan kelaylik deganlarga ham mana noturarni ham sotilaveradi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yaxshi narxda qilib olib berishga harakat qilamiz. Aloqaga chiqaverasizlar.